Assalomu alaykum Newtest jamoasini kuzatuvchilari, aziz dehqon akalar, ukalar. Bugungi videomiz agregatlar, ya'ni motoblok va mini traktorlarga qo'yiladigan qo'shimchalar haqida bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'rsangiz, mana shu qo'shimchalarimiz, ya'ni agregatlarimizni hammasini to'liq obzor qilishga harakat qilamiz. Narx-navolarni ham aytib o'tamiz. Xo'sh, birinchi agregatimiz bu freza, universal motobloklar uchun freza. Buni alohida tishlari sotiladi, alohida. Turbasi ham sotiladi alohida. Xohlaganlar uchun mana shunday komplekt qilib ham sotiladi, tayyor qilib. Narxi $60. Narxlarni dollarda aytaman, hisob-kitobini shundan chiqarib olasizlar. Keyingi agregatimiz bu universal motobloklar uchun plug. Ko'pchilik ikki korpusli so'raydi. Universal motobloklar ikki korpusli plug torta olmaydi. Qanchalik baquvvat, kuchli bo'lmasin, vesi, og'irligi yengil bo'lgani hisobiga buksat qilib qolish ehtimoli katta. Korpuslar juda ham baquvvat, mustahkam qilib ishlangan. Narxi $18. Keyingi agregatimiz bu ochar. Universal motobloklar uchun o'zgaruvchan ochar. Ya'ni agatingizda kichkinaroq qiladigan bo'lsangiz, kichkinaroq qanotlarni kichraytirib, kichkinaroq qilishingiz, yo bo'lmasa mana shunday qilib kattaroq agat olishingiz mumkin. Buni narxi $18. Keyingimiz oddiy ochar. Bunda mana bunga o'xshagan qozig'i bo'lmaydi. Bu universal motoblokning o'zini qozig'iga mana bu yerdan ilinadi. Narxi $10. Keyingisi kartoshka kapatil. Universal motobloklar uchun. Bu ham xuddi shunday motoblokning o'zini qozig'iga ilinadi. Buning narxi ham $10. Bu agregatlarni ishlatganda motoblokning o'zini balonida emas, ko'proq temir balon qo'yganingiz ma'qul. Yer bilan ilishishi, ya'ni sepkasi yaxshi bo'ladi. Buksat qilib qolish ehtimoli kam bo'ladi. Keyingi agregatimiz suv nasos. Universal motobloklar uchun suv nasos 76 lik turba ketadi. Obratniy klapani o'zida bo'ladi. Universal motoblokni vomiga ilinadi, birga bir tushadi. Hech qanday perdelka yo boshqa narsa qilish shart emas. O'zida mana shunday shlangni boshiga setkasi, xamutlari chiqadi. Narxi $60. Va universal motoblok uchun rotorli kasilka. Bu asosan o'tlarni o'rish uchun mo'ljallangan. O't tanlamaydi, siyrakmi, qalinmi, yotganmi, turganmi, farqi yo'q, o'rib bir tomonga chiqarib tashlab ketadi. Xo'sh, bedalarga ham bo'ladi, bedani ham zo'r uradi. Narxi $420. Hamma narsasi chiqadi. Universal motoblokning orqasiga, ya'ni vomiga ilinadi. Keyingisi zubr motobloklar uchun rotorli kasilka. Bu ikkitalik bo'ladi. Remendan harakat oladi. Narxi $200. Keyingisi pritsep arava. Bu universal motoblokga ham, zubrga ham, mini traktorlarga ham ilsangiz bo'ladi. Mana shunday palis bilan ilinadi. Bu aylanib turadi, hech qanday ilinadigan joyiga kuch kelmaydi, sinib ketmaydi. Motoblokga taqib ishlatganingizda o'tirib o'zini ishini bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Unda o'zini tormozlari ham bor. Motoblokda ishlatganda juda ham kerak bo'ladigan narsa. Resorlik. Bot razmeri 90 ga 170 bo'ladi. Beldan bukilib, beldan sinib ag'daradi. To'ksangiz bo'ladi. Ichiga solgan mahsulotlaringizni orqa bortlari ochiladi. Narxi $420. Keyingisi selka. Xo'p, ko'proq zubr motobloklar uchun mo'ljallangan. Xohlasangiz sepma qilib ekiladigan ekinlarni ham eksangiz bo'ladi. Xohlasangiz qator qilib ekiladigan ekinlarni ham eksangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek sashniklari xamut bilan qo'yilgan, o'zgaradi. Xohlagan oraliqqa qo'yib turib ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bir qator, xohlasangiz 2, 3, 4, xohlasangiz 5 qator qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Oraliqlarni regulovka qilsangiz bo'ladi. Urug'ni ko'proq, kamroq tashlashni regulovka qilsa bo'ladi. Bir o'tganda ikkita bunkerli bo'lgani hisobiga o'g'it ham, urug' ham tashab ketadi.
Narxi $200. Keyingisi Zubr motobloklar uchun, Zubr 1105 mini traktorlari uchun chiqarilgan kartoshka kapatal. Hop, eni 60 sm. Orqasi balonli varianti. Orqasini regulyovka qilsangiz bo'ladi, vibratorli bo'ladi. Yon boshlari seplik, remelli emas. Hop, narxi $400. Keyingi uskunamiz yer yong'oq kovlaydigan kapatal. Bu ham xuddi shunday Zubrlarga, Zubr 1105 mini traktorlarga birga-bir tushadi, hech qanday perdelka qilinmaydi. Narxi $400. Yer yong'oq kovlaydi, yer yong'oqni ko'lab yer yuzasiga chiqarib ketadigan uskuna. Keyingi uskunamiz 2 korpuslik plug. Bu plugimiz traktorlarda orqasida to'xtashning naveskasi bor traktorlarga ilinadi, ya'ni 3 pog'onali ilgich deydi. Mana bunday ilinadigan qo'llari bo'lishi kerak. Hop, balonlar regulyovka bo'ladi. Haydayotgan yeringizni chuqurligini bemalol regulyovka qilsangiz bo'ladi. Narxi $200. Keyingisi xuddi shuni 3 korpusligi. Bir yerlaringiz yumshoq bo'ladigan bo'lsa, traktoringiz kattaroq, baquvvatroq bo'ladigan bo'lsa, buni taqib ham ishlasangiz bo'ladi. Buni narxi $250. Keyingi uskunamiz bu оборотный plug, aylanma plug. Bu 25 ot kuchidan baland traktorlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni yana gidravlikasi bo'lishi kerak. Aylanib turib, bemalol dalani aylanib emas, chiqqan joydan qaytib tushib ham ishlatiladi. Balonlar regulyovka bo'ladi. Juda ham baquvvat qilib ishlangan. 40 ot kuchgacha bo'lgan traktorlarga bemalol taqib ishlatsangiz bo'ladi. Narxi $900. Keyingi uskunamiz freza. Frezalarimiz 3 xil varianti bor. Bu ko'rpilganlaringiz biri 30, yana biri 60ligi va biri 80ligi bor. Buni narxi $500. Komplektida kardani chiqadi. Kardani o'zida bo'ladi. Biri 60, biri 80liklari ham bor. Keyingi uskunamiz bu jatka. Zubr motobloklar, universal motobloklar, Zubr 1105 mini traktorlarga birga-bir tushadi. Asosan ekinlarni o'rish uchun, sho'li, bug'doy sepib ekilgan makkalarni o'rish uchun mo'ljallangan. O'rib bir tomonga chiqarib ketadi. Narxi $500. Keyingisi xuddi shuni 210 metrlik varianti. Ya'ni zahvati 210 bo'ladi. 2 metr 10 sm joyda bir o'tganda o'rib o'tadi. 4 g'ildirakli traktorlar ilinadi. MTZ 80 gacha, ya'ni 80 ot kuchli traktorgacha bemalol taqsangiz bo'ladi. Narxi $1350. Yana buni 1,5 metrlik varianti ham bor. Kichikroq mini traktorlar uchun. Uni narxi $1250. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan telefonlarga bemalol telefon qilib, yana ham qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzilimiz Toshkent, Sobir Rahimov Do'mbirovodda. Hammaga rahmat. Videoga albatta like bosasiz degan umiddamiz.